O'zbekiston harbiy aviatsiyasi atrofida so'nggi soatlarda kutilmagan xabarlar tarqalmoqda. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Xitoyda ishlab chiqarilgan zamonaviy G-10C qiruvchi samolyotlarini olgan bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot rasman tasdiqlansa, bu O'zbekiston harbiy havo kuchlari uchun juda katta o'zgarish bo'ladi. Ammo savol tug'iladi: samolyotlar haqiqatan ham O'zbekistonga yetib kelganmi? Bugun ayrim xalqaro aviatsiya va mudofaa nashrlari O'zbekiston G-10C yoki uning eksport varianti hisoblangan G-10CY samolyotlarini qabul qilgani haqida xabar tarqatdi. G-10C Xitoyning zamonaviy va ko'p maqsadli qiruvchi samolyotlaridan biri. U AESA radar tizimi, zamonaviy avionika va uzoq masofali havo-havo tipidagi raketalardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ayrim xabarlarda esa O'zbekiston ushbu samolyotlarni olgani va ekipajlar Xitoyda maxsus tayyorgarlikdan o'tgani aytilmoqda. Ammo bu yerda juda muhim bir nuqta bor. Hozircha O'zbekiston Mudofaa vazirligi yoki Xitoy hukumati tomonidan G-10C samolyotlarining O'zbekistonga yetkazib berilgani haqida ochiq va aniq rasmiy tasdiq ko'rinmayapti. Shuningdek, O'zbekiston bayrog'i yoki harbiy belgilariga ega G-10 samolyotlarining ishonchli fotosuratlari ham ommaga taqdim etilmagan. Shuning uchun hozircha O'zbekiston G-10C samolyotlarini rasman oldi deb qat'iy xulosa qilishga shoshilmaslik kerak. Agar xarid haqiqatan ham amalga oshirilgan bo'lsa, bu O'zbekiston harbiy aviatsiyasining modernizatsiyasi uchun juda muhim qadam bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekiston havo kuchlarining asosiy qismi uzoq yillardan beri Sovet davridan qolgan MiG-29 va Su-27 kabi samolyotlarga tayanib kelgan. G-10C esa ancha zamonaviy elektronika, radar va qurol tizimlariga ega yangi avlod platformalaridan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston G-10C qiruvchilarini olgani haqidagi xabarlar hozircha xalqaro nashrlarda faol muhokama qilinmoqda. Lekin rasmiy tasdiq va ishonchli fotosuratlar paydo bo'lmaguncha, bu ma'lumotni tasdiqlangan fakt emas, balki xabar va taxmin sifatida qabul qilish to'g'riroq. Agar yangi ma'lumotlar paydo bo'lsa, Voqealar markazi sizga birinchilardan bo'lib xabar beradi. Kanalga obuna bo'ling va videoni do'stlaringizga ham ulashing.